Annyeonghaseyo 여러분. Seulda birga 11 mavzu grammatikalarga ham yetib keldik. 11 mavzu grammatikalarni ko'rib chiqamiz. Bizda 4 ta grammatika bor. Birinchisi tallaq, ni tushib qolishi. Jimasayo, qilmang, inkor, man, faqat, aya, oya, teda, ish kerak grammatikalarni ko'rib chiqamiz. Bizda birinchi grammatika bu tallaq. Ni tushib qolishi bo'ladi. Biz juda ham pulkuchiklarni o'rgangandek xuddi shunga o'xshagan tallaqni ham tushunib ko'ramiz. Tallaq bu so'z ildizi bilan tugasa, ya'ni biz bilamiz dadan oldingi bo'g'in bilan tugasa va u unli grammatika bilan tuslanadigan bo'lsa, mana bu yerdagi tushib qoladi. Tushib qoladi. Da ham tushib qoladi va bu yerga unli qo'shiladi. Unli qanaqa holatda qo'shilishligi mumkin bo'ladi? Bundan oldingi bo'g'indagi unlini ko'rinishiga qarab, bu yerda boshqa unli qo'shilishligi mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Misollarda ko'radigan bo'lsak, ko'proq tushunishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, napuda so'zi berilgan. Sifat va fe'lda tushib qolishi tallaq bo'ladi. Sifat va fe'lda kuzatiladi bu holat. Xo'p, da kelyapti va undan oldingi bo'g'in bilan tugayapti. Napuda. Agar biz uni unli grammatika bilan tuslaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, napuda da tushadi, moq tushadi, ayo. Bu yerdagi ham tushadi. Mana bu unli grammatika bo'lganligi uchun. Bo'g'inga oldingi bo'g'indagi unli bo'lganligi uchun napayo shaklida qo'shiladi. Napayo tushdi va uni o'rniga kelyapti. Nimaga kelyapti? Chunki dan oldingi bo'g'inda unlisi berilgan. Boshqa unlini ko'ramiz. Napasayo. Endi bu ham unli grammatika bilan tuslangan. Keyingisi ko'ramiz. Seyo. Seyo. Seyo kelyapti. Napisi, ya'ni bo'g'indan oldin unli keladigan bo'lsa, seyo, ya'ni undosh bilan qo'shiladi. Xuddi shuning uchun tushib qolmaydi va napi seyo holatida qo'shiladi. Napida go qo'shilyapti. Go k bilan boshlanadi. Bu undosh grammatika. Napi go bo'lib qo'shiladi. Imnida, simnida bo'ladigan bo'lsa, unli bilan keladigan bo'lsa, p qo'shiladi. Xuddi shuning uchun bu undosh grammatika bo'lganligi uchun, undosh bilan boshlanadigan grammatika bo'lganligi uchun napimnida o'zgarish sodir bo'lmaydi. Keyingi so'zni ham ko'rib chiqamiz tushunarliroq bo'lishligi uchun. Apuda da moq tushadi. Dadan oldingi bo'g'in bilan tugagan. Xuddi shuning uchun napayo shakliga keladi. Napayo. Nimaga ayo, nappa, oyo qo'shilmayapti desiz? Chunki payo. Dan oldingi bo'g'in bilan oldingi bo'g'inda unlisi bo'lgan. Appayo shakliga keladi. Appasayo. Papuda. Pappayo. Pappasoyo. Pegopuda. Ana endi ko'raymiz. Dan oldingi bo'g'in bilan tugayapti. Xuddi shunaqa bo'lgani uchun goppayo bo'ladi. Goppassoyo. Yeppuda bo'lyapti. U va emas. Pdan oldingi bo'g'in. Kelgan bo'g'indan oldingi bo'g'in bo'lyapti. Xuddi shuning uchun yeppayo, ayo emas, oyo qo'shiladi. Yeppoyo tushadi va unga oyo, yeppoyo bo'lib qo'shiladi. Yepposoyo shakliga keladi. Sida bo'lsa, oldinda bo'g'in yo'q. Soyo bo'lib keladi. Kda bo'ladi. Koyo bo'lib keladi. Kossoyo, sossoyo shaklida kelishi mumkin bo'ladi. Xo'p, qolganiga undosh harflarga qo'shilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, appuda
apuseyo bo'lib qo'shilyapti. Tushib qolmayapti. Nimaga tushib qolmayapti? Seyo bo'lib qo'shiladi-ku deydigan bo'lsangiz, qachon qo'shiladi? Bundan oldin, dadan oldinda undosh bo'lgan holatda qo'shiladi. Unli bo'lgan holatda esa seyoni o'zi qo'shiladi. Ya'ni unli harf bo'lganligi uchun apuseyo, seyoni o'zi qo'shiladi. Tushib qolmaydi. 바쁘세요? 고프세요? 예쁘세요? 쓰세요? 그세요? go'da ham xuddi shunday undosh grammatika bo'lganligi uchun tushib qolmaydi. 아프고, 바쁘고, 배고프고, 예쁘고, 쓰고, 끄고. 아픕니다. 바쁩니다. 배고픕니다. 예쁩니다. 씁니다. 끕니다. holatida bo'ladi. Endi misollarni ko'ramiz sizlar bilan. 주말에 만날까요? 주말에 만날까요? 이번 주말에는 좀 바빠요. Hafta oxirida 만날까요? Uchrashamizmi? Taklif beryapti. 이번 주말에는 bu hafta oxirida biroz 바빠요. bandman deb javob beryapti. Demak, buni ildizi 바쁘다는 tuslanishidan kelib chiqadi. 아침을 안 먹었어요. 그래서 배고파요. Ertalabki nonushtani 안 먹었어요. Yemadim. Shuning uchun 배고파요. Qornim ochdi. 배고프다. 고프다는 tuslanishidan hosil bo'lyapti. Xo'p, 나나씨 여동생이 예뻐요. 나나씨 여동생이 예뻐요. 나나씨ning 여동생의 singlisi 예뻐요. chiroyli. 예쁘다. tuslanishidan paydo bo'lyapti. 어제 머리가 많이 아팠어요. kecha boshim rosa og'ridi. 아프다는 tuslanishidan kelib chiqyapti. 어제는 편지를 썼어요. kecha xatni 썼어요. yozdim. 쓰다는 tuslanishidan kelib chiqyapti. 어제는 날씨가 나빴지만 오늘은 좋아요. kecha ob-havo nappatjiman yomon bo'ldi. Biroq bugun yaxshi holatida ishlatiladi. Demak, ni tushib qolishini tushunib oldinglar. Xo'p, endi bizda keyingi grammatika jimaseyo grammatikasi. Jimaseyo grammatikasi bu qanaqa grammatika hisoblanadi? Bu inkor grammatikasi hisoblanadi. Ya'ni siz biror bir narsaga taqiq qo'yayotganingizda jimaseyo qilmang, unaqa qilmang, bunaqa qilmang, bormang, kelmang holatida ishlatadigan buyruq grammatikamiz jimaseyo grammatikasi hisoblanadi. Biror bir narsani bajarmaslikni, qilmaslikni taqiq qo'yayotganingizda, iltimos qilayotganingizda ishlatasiz. Bunda sensirab, tikkasiga qilma holatida emas, bu grammatika jimasayo hurmat shaklda, muloyim tarzda ifodalanganda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Endi qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Kada bo'lyapti. Kadaga qo'shiladi jimasayo. Pachchim bo'lgan holatda ham, pachchim bo'lmagan holatda ham o'zgarmaydi. Kada bormoq, moq tushadi. Jimaseyo. Bor, jimaseyo. Jimaseyo. Bormang. Endi bu norasmiy holatda ketsa, rasmiy holatda biz mashipshiyodan foydalanamiz. Kaji mashipshiyo. Kaji mashipshiyo. Bormang. Pachchim bo'lgan holatda ham bir xilda qo'shiladi. Moqta da tushadi, jimasayo qo'shiladi. Moqji masayo, yemang holatida. Moqji mashipshiyo. Moqji mashipshiyo. Bu ko'pincha moqji mashipshiyo rasmiy holatda ko'pincha devorlarga yopishtirib qo'yilgan, e'lonlarni berilgan holatida ishlatiladi bu grammatika. Mashipshiyo holati. Masayo holati esa oddiy suhbatda gapirayotganingizda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Endi ishlatilishini ko'rib chiqaylik misollarni. 초식당에 가지 마세요. 비싸요. u oshxonaga 가지 마세요. bormang, qimmat. 아이스크림을 많이 먹지 마세요. muzqaymoqni ko'p 먹지 마세요. yemang. 좀 늦을 거예요. 기다리지 마세요. biroz kech qolaman.
기다리지 마세요. kutmang. 여기에서 자전거를 타지 마십시오. bu yerda 자전거, velosipedni taji ma십시오. Minmang holatida, rasmiy holatida berilyapti. Demak, masayo. Biz biror kishiga taqiq qo'yayotganimizda yoki muloyim tarzda buyruq berayotganimizda masayo grammatikasidan foydalanamiz ekan. Endi bizda uchinchi grammatika bu man grammatikasi. Man faqat, ya'ni otga qo'shilib, otga yopishib keladi. Biz faqatgina shuning o'zi holatida tushunib olsak bo'ladi. Biror narsani cheklash yoki ta'kidlab aytish uchun ishlatiladigan grammatika hisoblanadi. Biz o'zbek tilida aytamiz-ku, faqat olma yeyman, faqat suv bering, faqat uni qilaman holatida man holatini ishlatamiz. Xuddi shu faqat bizda misol uchun faqat otdan oldin ishlatiladi. Faqat suv ichaman holatida faqat suv holatida birinchi faqat keladi, orqasidan suv keladi. Koreys tilida esa faqat man deb tarjima qilinadi. U otga yopishgan holatda otdan keyin keladi. Misol uchun qo'shilishini ko'rib chiqamizda. Mo'riman. Mo'ri bosh, soch, mo'riman. Faqat bosh, faqat soch. Kichim. Kichim yo'tal bo'ladi. Kichimman. Faqat yo'tal holatida ishlatiladi. Ko'ramiz. Mo'g'in anappayo. Tomog'im og'rimayapti. Mo'riman appayo. Faqat mo'riman appayo. Boshim og'riyapti. Faqat boshim og'riyapti. Ko'ngildo dayo. Burning oqyaptimi? Anyo. Kichimman heyo. Faqat yo'talyapman. Kofiman 마셨어요? Faqat kofe 마셨어요? ichdingizmi? deb so'rayapti. Anyo, pangdo 먹었어요. Yo'q, non ham yedim shaklida kelyapti. 여동생이 있어요? Qiz singlingiz bormi? 아니요, yo'q. 남동생만 두 명 있어요. Faqat o'g'il bola ukam ikkita bor. 이 꽃은 한국에만 있어요. Bu gul faqat Koreyada bor holatida ishlatiladi ekan. Endi bu grammatika iga, innin grammatikalaridan keyin iga yokida innin yokida ilril grammatikalaridan keyin kelishi mumkin emas. Mumkin emas. Eso, yege grammatikalaridan keyin kelishi mumkin bo'ladi. Man qo'shimchasini iga, innin, ilril grammatikasi bilan birga ishlatish mumkin emas. Manni qo'shmoqchimisiz? Innin, iga, ilril grammatikasini tushirib qoldirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, faqat grammatikasini tushunib oldik. Endi aya, oya, teda grammatikasini ko'rib chiqamiz. Aya, oya, teda grammatikasi bu grammatika nisbatan osonroq tuyulishligi mumkin bo'ladi. Nisbatan qiyinroq tuyulishligi mumkin bo'ladi, lekin yaxshilab o'rganib oladigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi va juda ham suhbatda ham juda ham ko'p ishlatiladigan grammatikalardan bittasi hisoblanadi. Misol uchun ko'ramiz. Aya teda, oya teda. Ish kerak. Biror bir ishni qilishingiz zarur, majburiyati borligi bo'lgan holatda aynan shu grammatikadan foydalanasiz. O'zbekchada qilishim kerak, qilishim lozim holatida tarjima qilib kelinadi. Biror bir narsa qilishni majburiyatini, qilish zaruriyatini aytilayotganda ishlatiladigan grammatika deb tushunib olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek qo'shilish holati ayo, oyo bilan deyarli bir xil qo'shiladi. Ya'ni bo'g'indagi unliga qarab qo'shiladi. Bo'g'inda a va o unlisi bo'lgan holatda aya teda bo'lib qo'shiladi. Aya teda bo'lib qo'shiladi. Hada ham bo'lishi mumkin. Hada bu ko'pincha holatda, yozma holatda ko'pincha ishlatiladi. Teda esa suhbatda gaplashayotganingizda to'dadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun o'da bo'lsa, o'da da tushadi, kelmoq, moq tushyapti va u bilan a birlashib va diftonni hosil qiladi. Va ya to'da kelishi kerak. Sada sotib olmoq,
saya da tushadi va ikkita a bo'lganligi uchun bitta a qisqarib ketadi. Saya teo sotib olishi kerak. Endi u u va adan boshqa unlilar bo'lgan holatda oya teda holati qo'shilib kelishligi mumkin bo'ladi. Misol uchun moqta, yemoq, moq tushadi va ta tushganligi uchun mogoya teda yeyish kerak. Ilkta ta tushadi, ilgoya teda o'qishi kerak holatiga keladi. Hadada qanday bo'ladi? Hadada heya deda holatiga keladi. Ya'ni da tushadi, heya deda qilishi kerak holatiga keladi ekan. Endi sizlar bilan misollarni ko'rib chiqamiz. 내일도 병원에 가야 돼요. 내일도 병원에 가야 돼요. ertaga ham shifoxonaga 와야 돼요. 와야 돼요. kelishim kerakmi? 친구 생일이에요. 도스timning tug'ilgan kuni. 선물을 사야 돼요. sovg'ani sada sotib olmoq bo'lsa, 사야 돼요. sotib olishim kerak. 집에 가서 청소해야 돼요. uyga borib 청소해야 돼요. uyni tozalashim kerak. 저녁에 손님이 오세요. kechga mehmon keladi. 감기에 걸렸어요. sho'mollab qoldim. 그래서 shuning uchun 약을 먹어야 돼요. shuning uchun 약을 dorini ichishim kerak. 먹어야 돼요. 먹어야 돼요. 이치심 kerak. 책을 읽어야 돼요. kitobni o'qishim kerak. 숙제예요. uyga vazifadir. 한국어 CD를 들어야 돼요. koreys tili CDsini 들어야 돼요. eshitishim kerak. 리포트를 써야 돼요. axborotni 써야 돼요. yozishim kerak holatida ishlatiladi ekan. Aoyadida qilish kerak, qilish zaruriyatini bildiradigan grammatika hisoblanadi ekan. Endi bu grammatikalarni yanada to'liqroq tushunishingiz uchun mashqlarni bajarishingiz kerak. Xudo xolasa darsda yana bir xuddi shu grammatikalarga oid mashqlarni birgalikda suhbat qilib bajarib ketamiz. Grammatika tushunmagan joyinglar bo'lsa, boshqatdan ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi videoni. 그러면 여러분, 다음 문법에서 만나요. 안녕.